Midovый va Napoleon tayyorlashdan charchaganlar uchun idealni chiqadigan afganskiy shirinligini retsepti bilan bo'lishaman. Idishimizga sal yumshagan sariyog' va unni solib urvoq qilib olamiz. Smetanaga razrixli sil solib aralashtirib massaga qo'shamiz. Oldindan ajratilgan tuxum sarig'ini solib, yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirni 400 bo'lagi bo'lib, xolodilnikka qo'yamiz. Xamirimiz tunguncha biza tayyorlaymiz. Tuxum oqiga oz-ozdan shakar, vanilin solib, pik bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Tingan xamirimizni yoyib, listni orqasiga qo'yamiz va ustiga bizani 4dan birini surib, maydalangan yong'oq sepamiz. Qizib turgan duxovkada biza qotib pishguncha pishirib olamiz. Endi krem tayyorlab olamiz. Bizga kalix saryog'i kerak bo'ladi. Xona harorati yumshagan bo'lishi kerak. Baryonni zgushonka bilan mikserlab olamiz. Silliq massa bo'lgandan keyin zgushonka solib yana biroz mikserlaymiz. Kremimiz tayyor. Endi kremlashni boshlaymiz. 4 qavatni kremlab, eng ustiga shokolad ganash bilan bezay beramiz. Mana juda ham mazali, sochni chiqadigan afganskiy shirinligimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, o'zingiz bilasizlar nima qilishni.